Assalomu alaykum hammaga. Bugun UBS universitetidaman va meni talabalar uchun speaker qilib chaqirishgan. Juda ham qiziqarli davra suhbati bo'ladi degan umiddaman. Ishonchim komil. Sizni ham aynan uni ko'rish uchun taklif qilaman. Assalomu alaykum. Bugun kelib shunchaki motivatsion bir nimalar la deb ketishmas. Aynan sizlarga nimadir qo'llasanglar bo'ladigan narsalar berishga harakat qilaman. Shuning uchun agar qog'ozinglar, ruchkanglar bo'ladigan bo'lsa, zo'r bo'ladi.